Ayub. Birinchi bob. Uz diyorda Ayub ismli bir kishi o'tgan bo'lib, u qusursiz, durust, Xudoga ixlosmand odam bo'lib, yomonlikdan yiroq turadi. Uning 7 o'g'il, 3 qiz farzandi bor edi. U 7000 tuyoq qo'y, 3000 to'ga, 500 jup o'kuz, 500 tuyoq kishi eshak va nurg'un xizmatkorlarning egisi bo'lib, Sharqdagi xalqlar orasida eng boy odam hisoblanadi. Uning o'g'illari navbat bilan bir-birini o'ldiga chaqirib, ziyofat berishadi. Acha sing'illarini chaqirib, hamdastxon bo'ladi. Har qitimliq ziyofatdan keyin Ayub farzandlarini chaqirtib, ularni poklanishga buyurdi. O'zi o'rnidan sahar turib, her bir oğlu üçün köydürme kurbanlık kılattı. Çünkü o, farzandlarim ko'ngillarida Xudoga bir hürmetlik qilib, günah ötküzgen bo'lishi mümkün, deb o'ylatdi. Ayub doim shunday qiladi. Bir kuni farishtalar Parvardigorning huzuriga yig'ildi. Shaytonmi ularning orasida edi. Parvardigor shaytondan "Qayerdan keldin?" deb so'radi. "Zeminni oynab yurgan edim. Shu yerdan keldim", dedi shayton javoban. Parvardigor shaytonga: "Xizmatkorim Ayubga diqqat qildingmi? Zeminda uningdek qusursiz, durust odam yo'q. U menga ixlosmand bo'lib, yomonlikdan yiroq turdi", dedi. Shayton javoban: "Ayub sana sebepsizla ixlosmand bo'lganmidi? Sen hamisha uni, oilasini va uning ilkidagi bütün narsalarini muhofazat qilib va uningga barakat berib, hamma ishlarini o'ngishli qilding. Uning mol-varonlari bütün zeminni qoplab ketdi. Mubada sen uning barliq narsasini o'z qo'ling bilan elib ketsang, u seni oldingdila qarg'aydi", dedi. "Mayli, undaqda uning barliq narsalari sening ilkingda bo'lsin. Ammo uning o'ziga ziyonkashlik qilg'uchi bo'lma", dedi Parvardigor shaytonga. Shayton Parvardigorning huzuridan chiqib ketdi. Bir kuni Ayubning farzandlari akasining uyida mehmon bo'lib, sharob ichib o'ltiradi. Bir odam kelib Ayubga: "Öküzler bilen yer haydavatattık. Eşekler bir yoqda o'tlavatadi. Shibalıqlar tuyuqsuz bastırıp kelib, mal varanlarını bulab, bütün xizmatkorlarni qirvetdi. Fakat özüm yalğız keçip çıkıp, xabar yetkizgili keldim", dedi. Onun sözü ahırlaşmasdilla yana bireylen kelib, osmondan chaqmoq tushib, qo'ylar bilan podichlarni halok qildi. Yolg'iz o'zim sog' kelib, xabar yetkizgili keldim, dedi. Uning so'zi oxirlashmasdilla yana bireylen kelib, "Kaldanlar 3 topqa bölünüp bizga hücum qildi. Xizmatkorlarni o'ltirib, to'galarni bulab ketdi. Fakat o'zim yolg'iz keçip chiqib, xabar yetkizgili keldim", dedi. Uning sözü ahırlaşmasdilla yana bireylen kelib, "Farzandlarimiz cho'ng o'g'lingizning uyida ziyofatda sharob ichib o'tirgan edi. Tuyuqsiz cho'l tarafdan qori bo'ron kelib, uyni o'rivetdi. Farzandlaringizning hammasi uyning ostida kelib qazo qildi. Yolg'iz o'zim sog' kelib, xabar yetkizgili keldim", dedi. Ayub bu xabarlarni anlab, o'rnidan turib, kiyimini yirtdi. Chechini tushirib, o'zini yerga tashlab, mundaq duo qildi: "Men bu dunyoga yalang'och kelgan, yana yalang'och ketaman. Parvardigor o'zi berganni o'zi ilib,
Parvardigarning nomiga hamdu sana bo'lg'ay. Ayubning beshiga shunchavala ko'p bola qazo kelgan bo'lsa-mu, lekin u Xudoni ayblab gunoh sodir qilmadi.